Ana bugun hammaning ko'zida yosh. Qo'limni ushlamam, mol. Ajralishar bir-biridan sinfdosh. Sinfni qulun qizim men bilan qo'yib ket, men bu bilan chiqmayman. Maktab binosida Men kim bilan chiqaman? Barnomay kechikyapti. O hali ham salonda tannazlanayapti ekan. Sen chiqaver, u baribir bo'yni kirib borlar bilan birga chiqmaydi. Yur sassiq. Mehmonlar ko'yidan, onalar bo'yidan, Andijonga yetolmay, misolning o'yidan. Mehmonlar ko'yidan, onalar bo'yidan, Farg'onaga yetolmay, misolning o'yidan. Sumbula sen ham salonga bordingmi? Ha, ishlamayaptimi ekan? Og'zingga javob. Ya, hazil. Salonchini pudrasi kam ekanman. Nimaga? Beting oppoq, bo'yning qop-qora bo'lib qopti. Bugun ichishni tashadik, vipsloyni boshladik. Endigi so'z navbatini uyda egasi taomlab beramiz. Marhamat. Ha, mana bitiruvgacha yaxshi bo'lyapti. Lekin bedani bosmalaring, olmani jemalaring. Birovingni ko'rib qolsam, oyog'ingga chillik qilaman. Ana Mahfurat qizi ham chiroyli qiz bo'pti-ya. Ana Mahfurat opani qizi Aziza ham chiroyli, lekin oyog'ida juni bor-da, jo'ra. Burgacha qiz bola ham yetmaydi, masalan, iboq oyoq bilan ayt. Tukdi. Ha, o'sha tukini olib kelsin.